Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun Hoji buvamda xabarlaring bor. Shu Oqsoqol Hoji buvam har doim xizmatga keladi. Shu odamga bitta savolimiz bor. Beraylik-chi qani. Hoji bova, assalomu alaykum. Bu narsalarni qo'yib turing. Salomatmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Hoji bova, men bir gap eshitganman. Ehson qiladigan qo'l bilan cho'ntakning orasi 70 yillik yo'l deydi. Biz bu dunyoga yaxshilik qilish uchun kelganmiz degan gaplarim bor. Shu ikkala gapni bizga bir izohlab berasizmi? Ehson to'g'risida juda va'dalar ko'p. Kitoblarimizda aytadi, bu ehson sadaqa deydi. U iymonni tasdig'i deydi. Iymoni bor odam ehson qiladi. Boshqa bir hadis muborakda keladi. As-saxotun saxovat jannatdagi bir daraxt deydi. Uni shoxi dunyoga osilib tushib turgan deydi. Kim uni ushlasa, saxiylar ushlaydi uni deydi. O'sha daraxt jannatga olib kirib ketadi uni deydi. Uni hali qilgan amallari boshqalariga hali yomonlaridan saqlab qolar ekan-da endi. Saxovat bir daraxt o'zi. Saxiylik daraxtini ushlagan odam albatta jannatiy bo'ladi. Keyin mana hozir odamlar ichimizda tashvish ko'p, ishim yurishmayapti, to'g'ri kelmayapti degan. Saxiyni ishi yurishadi. Mana o'sha qo'lidan bir boshqa odamga haq chiqarib berib turgan odam bor-ku, shuni ish yo'llari ochiladi. Qo'li ochiqning yo'li ochiq degan o'sha haq maqoli ham bor. Qo'li ochiq bo'lib birovga o'zidagi bor narsasini ulasha olgan odamning ishlari ham yurishadi. Keyin kitoblarda aytadi, saxiylik, ehson kasalliklarning shifosi deydi. Mana hozir kasalliklar ko'paygan, apteka ko'paygan, dori ko'paygan zamon saxiylik bilan ham shu dardlarga shifo topsa bo'lar ekan. Odamning qalbi tuzalar ekanda, qalb tuzalgandan keyin boshqa a'zolar ham tuzalib ketar ekan. Saxovat to'g'risida hozirgi yoshlarimizga shu dard yo'qdi. Ajab emas, mana homiylarimiz, mana kafillarimiz, bular asli qalbida saxiylik. Qolaversa bu saxovat nasl suradi deydi. Bularning otalari ham yaxshi odam bo'lgan. Va hozirgi ehson qilib turgan mana xizmatda yurgan yigitlar bor-ku. Bu kafillar ham, homiylar ham bularning otalari o'zi nasli yaxshi bo'lgan asli. Bu badanda bir ko'rinish xolos. Alloh ziyoda qilsin. Bularning zurriyotlaridan ham bulardan ko'ra ko'proq saxovat qiluvchilar chiqsin. Saxovatning mevasi shu dunyoda ham, oxiratda ham. Ba'zi ishlarning mevasi shu dunyoda. Ba'zi amallarning mevasini faqat oxiratda ko'ramiz. Lekin saxovatniki shu dunyoda ham ko'radi rohatini, oxiratda ham ko'radi. Ikki tomonlama shunaqa rohatga erishadi. Lekin o'sha saxiylik albatta Alloh o'zi qabul qilsin hamma saxiylarimizni, xalqimizni, yuzlarini bir yorug' qilsin. Insonda o'sha ketar vaqtida senga hozir navbat keldi deb aytar ekan, endi Azroil alayhissalom. Shunda ozgina to'xtab tursam, men bir ozgina sadaqa qilsam deylar ekan. Hammani qalbida bor. Lekin o'sha qalbidagi fikrni oldinga chiqazgan odamlar ular. O'sha o'lim soati kelmasdan sadaqa qiluvchilar bu aqli rivojlangan odamlar bo'lar ekan. Hamma aytar ekan, sadaqa to'xtat ozgina sadaqa qilib yaxshi odamlarning qatoriga qo'shilayin deb qolar ekan odam. Ana o'sha soat kelmasdan oldin sadaqa qilayotganlar bular Xudo taoloning xos bandalari, Xudo tanlagan pokiza e'tiqodli odamlar bo'lar ekan. Rahmat sizga ham kam bo'ling va umringiz uzoq. Endi buni hasharchi mana yigitlar videochiga qarating videoga. Hasharchilarning mana ko'pligini qarang. Bular har haftaga bular yarimidan ko'pini ismini ham bilmaymiz. Biz tanimiz nima maqsadda keladi, bularga qanaqa mukofotlar bor? Alloh bularning qalbi yumshoqligidan keladi. Mehr, qalbida mehr bor. O'sha mehrni ulashgisi keladi. Mana buni yosh yigitlar turibdi, bularning qalbiga tushgan mehr shuki, ertaga albatta shu saxiylardan, kafillardan bo'ladi. Bular albatta o'sha qishlog'iga nafaqat masjid, yo'l quradi, ko'prik quradi, chiroq tushiradi. O'sha xalqiga, yurtga, jamiyatga xizmat qiladigan odamlar bo'ladi bular. Hozirdan shunchalik qalbida hech kim majbur qilgan yo'q bular. Kelgin shu yerga degan yo'q hech kim. Qalbidagi poklik shu yerga yetalab keldi. Alloh ziyoda qilsin. Bularni ehson qilishga qatnashdi sabablari aslida niyatini, naslini pokligi. Katta rahmat sizga. Salomat bo'ling.